Ko'rayotganinglar Taom Risals programmasi. Biz bugungi Bosan programmamizga Şinjan Qizlar Kasbiy Tarbiyalash maktabining o'qituvchisi Turdi To'xti muallimni alohida taklif qildik. Yaxshimisiz Turdi muallim? Siz bu qisam programmamizda keng ko'ruvchiman do'stlarimizga qaysi taomning etilish usulini so'zlab o'tmoqchi? Bedi turmali. Bedi turmalmi? Ha, undaqda bu taomni etish uchun qanday xurishlar ketadi? Un, quyruq may, bede, tuz, ximituruch. Mushunchalik materiallar ketishganda undaq bo'lsa, unchalar tasamas saqlamdan Tasamas. Undaqda ishlashni boshlab ketamdi. Boshlab ketaylik. Avval unni ko'lmalcha kechib, o'tirisini o'ymat qilib. Endi bunga avval ximituruch. Ximituruchni soldik. Ximituruch sepib bo'lgandan keyin yilman suv qo'yamiz. Ilman suvmi? Ha, yilman. Sovuq suv sug'asak bo'lmamdi? Ya ximir pat bo'lmaydi hamda. Uzun turg'izmoqchi bo'lsak sovuq suv bo'lsa bo'ldi. Xemirning etini bo'shirg'aroq yo'qirmiz. Aralashtirib olganimizda. Nimni ximituruchni aralashtirib olib. Uni az-azdan. Az-azdan qetib. Xemirning bo'shchiqliq qanday bo'ldi? Bo'shroq bo'ldi. Bu bo'shroq bo'ldi. Xemir bo'shroq bo'ldi. Xemirni hamda ximituruch solishdagi maqsad xemirni bir 30% bo'ldirsak bo'ldi. 30% 30% atrofda bo'ldirsak bo'ldi. Bek bo'ldirib kelsak bo'lmaydi. Ha, bek bo'lib kelsa bo'lmaydi. Bo'ldi. Xemirlarimiz pishib bo'ldi. Buni Bir 20 minut atrofda turg'izib, 20 minut. Bir chalib bo'ldirib, buni tayyorlab olamiz. 20 minut atrofida bo'ldirdik ekanmizda. Xemir chalib bo'ldiramiz, chalib bo'lib bo'lguncha quyruq mayni to'g'rab tayyorlab olaylik. Quyruq mayni to'g'rab tayyorlab olaylik. Buni quyruq may ishlatmay go'sht ishlasak bo'lmamda? Bo'lmaydi, quyruq may muhabbet degan muz so'g'aq, quyruq mayni ichkidan aralashtirib qo'raymiz. Mo'tadil qilamiz. Bedening qanday shifoliq taraflari bordi? Bedeninki odam bedeniga bu ertasi vaqt chiqadi, boshqa vaqt yo'q. Ertasi vaqt yeganda qon tozalaydi. Ichini keltiradi. Nurg'un kasallarga shifoliq rol bor. Nurg'un kasallarga shifoliq rollari bor ekan. Unaqa bedi yo'q fasllarda-chu chamog'ning ko'ki bo'lsin bo'ldi, mayliq yesulak bo'lsin bo'ldi yoki palak bo'lsin bo'ldi. Palak bo'lsin bo'ldi. Lekin tartib mushni ishlash tartibiga o'xshaydi. Ushshaq to'g'ri olamiz. Ushshaqdan to'g'ri olamiz. Ushshaq danchiq to'g'rab tayyorlab oldik. Danchiq to'g'rab tayyorlab bo'lgandan keyin ko'kni, bedi ko'kini chanab tayyorlab olamiz. Buni chanashdan burun to'g'ri olsak, to'g'ri olib chansak yaxshi. Buni ushshaq chanab suyini siqib o'tamiz. Suyini siqib o'tamiz. Suyini ishlasak bo'lamdi. Ishlasak bo'ldi. Masalan, mush xamirni yo'g'irishdan burun shuning suyini ishlasak, xamir yeshilroq chiqadi-ku. Yeshil chiqadi. Xamir ishlasak bo'ldi suyini.
Uşaq to'g'rib olgandan keyin buni chanaymiz. Bo'ldi, o'sha datlarga kelsa. Muşta uşaq chanab ketgan. Ha, o'sha chanab etamiz. Buni chanab tayyorlab oldik. Tayyorlab bo'lgandan keyin endi qozon esib, quyruq mayni köydirib, meyin chiqarib tayyorlab olamiz. Meyni chiqaramiz. O'zini ishlasak bo'lmaydi. Bo'ldi, o'zidan bila qetib ishlasak bo'ldi. Sal köydirib, meyin chigdak qilib etmay, bo'shroq köydirib, o'zidan bila qetib qurasak bo'ldi. Ha, bo'ldi. Bediga ozroq tuz sepib tayyorlab olamiz. Tuz sepgandan keyin kishning buning suvi chiqadi, suyini siqib etamiz, ha? Tuz sepishimizga maqsad suyini chiqarib etish. Suyini chiqarib etishga maqsad mana qirtaq ta'm bor. Qirtaq ta'mini chiqarib etish. Suyini chiqarib etgan chog'da texmi yeyishlik bo'ldi. Yeyishlik bo'ldi. Suyini siqib tayyorlab oldik. Suyini siqib tayyorlab bo'lgandan keyin endi o'tni yiqib quyruq mayni may qo'ymaymiz, ha? May qo'ymaymiz. Ha, mayning o'zidan solamiz. Quyruq mayning o'zini sevoldik. Aynan o'zidan solamiz. May qo'ymay buningga ozroq suv qo'ysak, rang oq chiqadi, sup-tuzuk chiqadi. Mayning o'rniga suv qo'yib. Mayning o'rniga kichdan suv qo'yib, saq tuzuk chiqadi. Qanchalik vaqt atrofida qisaq bilan qoruymiz? Chigdak bo'g'ichi. Ha. Chigirdak bo'g'ichi. Piyozni nimaga to'g'ridoq ma'lum? Piyozni mavi quyruq may kishdan qattiq texim mezlik puraqliq chiqadi. Quyruq mayning puruqi ko'ngliga tegmaydi. Ko'ngliga tegmaydi. Piyozni necha qilatmasak bo'ladi? Az qilamiz. Bunimi bedikiga o'xshash ushaq qilib olamiz. Ushaq qilib bo'lgandan keyin qozonga solamiz. Bedikini soldik. Bedikini solib aralashtirib. Buni birga qorayotgan. Ha, birga qoraymiz. Mana qorib tayyorlab olamiz. Bidi tügür qilganda buni qozonni qo'rmaylar lekin bevos qilganini Qildi. ko'rgandim. Lekin men turmalda qo'ramda. Qorib bir qadar aralashtirib qo'yamiz. Bekroq aralashsin debizda. Ha, buni tayyor qilib oldik. Endi xamirni yeyishga boshladik. Boshlaylik. Xamirni yeyib. Xamirni yeyishdan burun tigini bir maylab olaylik. Tigini maylab olamiz. Ma, avvaldan tigini. Ha. Maylab. Bu may bayatdan quyruq may şumu? Ebdeş may, quyruq may bo'lsin bo'ldi. Odatda suv may bo'lsin bo'ldi. Ha.
pat maylap turib ekanmiz. Ne, pat maylab tursak chaplashib oldi o. Nepiz qalinlik qanday bo'ldi? Nepizaraq bo'z bo'ldi. Nepizroq. Bunu jumla qilib yaymaymizmi? 4 chas qilib yaysak, bu chas qatlandı o. Odatda boshqa turmalarga o'xshamay g'ayri, boshqa turmalar yumla qatlandı, ama turmal chas qatlandı. Chas shaklda. Moşalarda yeyip tayyorlab olsak bo'ldi. Endi bunaqa quyruq may. Abjash qo'yning quyruq mayi bilan so'mayni birlashtirib olgan may. Tubski tekshir aytganmiz. Mayni bir qurib surib etib, buni yaymaymiz. tayyorlab olgan ko'kni yeyib, Tekshir yeyib oldik. tekshir yeyib tayyorlab olamiz. Buni tekshir yeyib olamiz. Yeyib olgandan keyin buni qatlaymiz endi. Qatlaymiz. Qatlaymiz. Qatlash jarayonida bek diqqat qilmasak teshib ketadi. Ne, tezlik ketadi o. Mushta qalat qatlaymiz. Qatlagandan keyin buni yeni bir alatda. Mayat bedi yo'q-ku, endi o'rsak bedi vaya keldi. Qatgan diqqat qilib, teshlatmay qatlaymiz. Qatlab oldik. Qatlab tayyorlab oldik. Buni qasqon tuz oldik-da. Qasqonning suvi qaynab qoldimi, ha? Qaynab qopti. Qaynabdi. Undan bo'lsa tizish boshlandik. Tizish boshlaydi. Buni pishib bo'lgandan keyin to'g'ri aytdik, aslida qasqon jimil kichik bo'lg'achqa 3 yerdan to'g'rab, shpa chiqib olmizmi? shpa chiqib, tizishqa oson bo'lsin deb. Maylab olaylik. Kichkina maylab, ajibil maylab olaylik. Maylabamsa qeli og'ancha qiynalib qolmiz. Chaplashib oldi. Chaplashib qilib. Bunu qasqonga sevib oldik. Taxminan qanchalik vaqt 20 atrofda. 20 atrofda. 20 minut atrofida dumlab bo'ldi. Qarab boqanda qanday? Qarab boqaylik. Pishibdi. Oldik. Oldik. Buni siz bayatın degandek
To'g'rab, taqsir tizib olamiz, ha? tuz ziran şekilde to'g'rayman. Bu şekilde to'g'ri. Buni kesganda alohida diqqat qilishimiz kerak ekan, bo'lmasa aldiga qisqa surkisak, xamiri Buzib xamiri ketadi. bilan ichidagi qiymalari bir yerda bo'lib qoldi ekan. Mana ko'rurman do'stlar, biditurmal mutayyor bo'lib qoldi. Ma'lum boshda buning xurishlarini ko'rgancha ozgan tuxshning men unchalar tas emasmikin desam, lekin buningmi qo'l ketadi ekan. Hali tasgan ximiri yug'urish jarayonlari ya. Ko'rurman do'stlarning texnik bekroq as saqlab olish uchun biz besib o'tgan qadam bosqichlarni so'zlab o'tamdik. Bo'ldi. Buningga 10 bide, andan keyin qo'yning quyruq meyi, qatorliqlar tuz, shu qatorliqlar ketadi. Andan keyin azroq xemetrosh ketadi. Buni qilgan vaqtda xemirni bir chalib bo'ldirib, yaygan neppiz yeyilib, bedini chanab tayyorlab bo'lgandan keyin qozonni quyruq mayla azroq qo'rgandan keyin xemirni yaygan xemirni tek yeytib, yetgandan keyin o'rab buni tugib, o'rab bo'lgandan keyin qasqanda 18 minut 20 minut atroflarda dumlab tayyorlab olamiz. Dumlab tayyorlab olsak, mana shundaq turmal chiqadi. Buni yong'oq meg'izda qismi meg'iz turmal bo'ldi. Boshqa sey ko'ktal qilsa sey turmal bo'ldi. Masalan, bedi yo'q sharoitlarda, masalan, palak, mayliq pesey deganga o'xshash. O'zimiz yoqtirgan ko'katlarni qilsak bo'ldi ekan. Bo'ldi. Buni odatda iste'mol qilganda laza ochiq suvlarni bir qachiq tangishib, cho'k bilan qisib melab yesim bo'ldi. Taxim yeyishlik bo'ldi, aralashtirib bizda ham yeyishlik bo'ldi. Undan keyin bu bidininki shifoliq taraflarini boyaga so'zlab o'tdingizmi? Bu qon besim tushirdi. Undan keyin bu ertaz vaqt chiqadigan narsa bo'lgandan keyin qon besimini tushirdi. Nurg'un kishilar yoqtirib yeydi. Kasallarga shifo bo'ldi, ichini deydi. Ko'rurman do'stlar, mana ko'rib o'tganimizdek bu to'lmi ko'rkam ekan. Agar oilamizga mehmon kelib qolganda, mushtaq taqsirlarni az to'lib bezab, taqsiga qo'yib mehmonlarning oldiga chiqsak, bu dasturxonimizga zinnat qo'shqidek. Oilangizda itib sinab boqmasangiz bo'lmag'idek.